Siz uchun jannatning kaliti nima? Bir voqea aytib beramanda. Balki javobi chiqar shunda. Enajonimni birinchi marta umraga olib borganman. Holatni tushuntirib beraman. Madinadan Makkaga kechki payt yetib keldik poyezdda. Shunday bo'ldiki, enamni olib boryapman. Shunda borgan joyimizda haligi kirgizishadi-yu, tashqarida turishadi. O'sha payt bo'ldi, kirgizishmayapti. Namoz boshlanib qolyapti. Odam to'lib ketdi. Kirgizishmayapti. Ya'ni hali darvozasigacha ancha tashqarida. Nargisdan ulguraylik deyapmiz-da. Nargisdan boryapmiz, ertaga murj yopilib qolyapti. Bari qalbingiz og'rinadi-da, Xudoning uyiga kelyapsiz, eshik yopilyapti. Men darrov buni chuqur o'ylaydigan odamman-da. O'ylayapman sababi. Xudoyim nimaga ochmayapti? Birdan miyamga urib qoldi. Endi 50 boshimiz kelishda aytuvdi-da, shu yerga qarab kirasizlar. Shu birinchi Ka'bani ko'rganda Allohdan nimani so'rasangiz beradi degan gapi yodimga tushdi va o'sha yerga borguncha Xudodan nima so'rasam ekan degan bir savol javobsiz edi. Va biz darrov endi namoz o'qish uchun gostinitsani o'sha yonida masjidga chiqdik. Namoz boshlandi, namoz o'qib bo'ldik. Bildimki sababi shu. Ya'ni men Allohni uyiga kelyapman, hech bir shartsiz. Nimaiki so'rasam beriladi va men nima so'rashimni bilmayapman. Ya'ni qaysi birini so'rashimni bilmayapman. Ichimda bir xotirjamlik yo'q, talvasa bor. O'sha talvasa yo'qolmaguncha Alloh yo'l bermadi, ya'ni belgi berdi. Tayyor bo'lib kirman eshigimga deyapti. Yana namoz o'qidim. Sajdada qolib ketdim. Biz ham insonmiz-da, so'rayapman. O'ylayapman, nima so'rasam? Pul so'raymi, davlat so'raymi, mulk so'raymi, mansab so'raymi, qudrat so'raymi? Hammada nimaiki dard bo'lsa ichidan keladi. Bu inson bu. Inson tirik insonning ehtiyoji bor. Va bitta o'rganganimizdek o'zimdan analiz qila boshladim. Ya'ni sajdadaman, aytyapman. Mansab so'raymi Xudodan? Yo'q. Qudrat so'raymi? Yo'q. Qalbim yo'q deyapti. Bilmayman qancha. Ya'ni mushohada qilib sajdada mushohada qilyapman. Allohdan nima so'rashim kerak? Bir imkon berilyapti. Shunday qalbimga keldi. Taqdirimda nimaiki bo'lsa bo'lsin. Men taqdirimda umrimni butun oxirida istagan narsam nima, qaysi yo'ldan bormay, nimaiki bo'lsin, nimaiki bo'lmasin. Inson nimani istaydi? Ya'ni qalbim nimani istaydi? O'zimga o'zim savol berdim. Inson oxirgi daqiqasida tushundimki, faqat Allohning roziligini istaydi. Payg'ambarimiz duolari esimga tushdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam eng qiyin holatlarida ham, xo'rlangan holatlarida ham, yo Rabbim, men holatimdan roziman, yetarki sen mendan rozi bo'l. Shu sajdada, yo Alloh, hozir sendan ikki dunyo roziligingni so'rayman. Qalbga bir narsa keldi. Shunday qalbim bo'shadi. Ishonmaysiz, yo'llar shunday ochilib ketaverdi. Odam ko'p, lekin Alloh shunaqa yo'l ochyapti. O'shanda bildim. Robbingni qarshisida turib, uni har qanday sinovu, ne'mati hammasiga shukr qilib, rozi bo'lib, qabul qilib, taslim bo'lib, uni roziligiga erishishdan ortiq baxt yo'q. Agar inson mayli nimaiki bo'lmasin, men roziman, yo Robbim, yetarki sen mendan rozi bo'lgin desa bo'ldi. Allohning roziligi uchun yashash jannatning kalitidir. Allohning roziligini erishishning eng katta shartlaridan bittasi zotan ota-onaning roziligi. Ota-onani rozi qilmasdan, xizmatini qilmasdan, Alloh uchun ota-onani sevmasdan, rozi qilmasdan jannatga kira olmaysiz.